Man videosini baqiraveradi. Birinchi turnirdan buyon qatnashib kelayotgan sportchilar. Друзья, представляю вам бойцов. Синий угол октагона, ему 24. Он из России, город Санкт-Петербург. Он является кандидатом в мастеры спорта по боевому самбо. Тренеры Рызван Абуев, Курбан Чокуев. Представляет спортивный клуб Санкт-Петербург. Профрекорд 5 боев, 5 победы. Поприветствуем Тавил, спецназовец Горец Ильясов. Его соперник красный угол. Ему 30 лет. Он из Узбекистана. Солнечный город Бухара-и-Шариф. Он является международным мастером спорта по боевому самбо. Тренер Музафар Раджабов. Представляет спортивный клуб Амир Темур Бухара. Профрекорд 12 боев, 11 побед, 1 поражение. Ваши аплодисменты. Шариф Ураган Кошаев. Birinchi raund. 5 raund davom etadi jang. 5 daqiqadan chunki chempionlikka amal uchun. Bo'y bor ustunlik Sharif Ko'shayevda. Imkon tug'ilguncha Tog'il hozir jangni farqli o'tkazishga harakat qilib ko'radi. Oyoqqa tashladi. Biladi, Sharif shuning uchun birinchi harakatni amalga oshirmayapti. Qolaversa 5 raund jang belgilangan. Low kick. Middle kick amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Sharif bunday vaziyatlarga tayyor. Low kick. Tuzzaga zarba beryapti Sharif. Shoshmayapti, umuman shoshmayapti. Tutishga harakat qilyapti. Sharif Ko'shayev chapakkay. Tashlayapti. Gilyotinaga ushlash mumkin. Lekin dafol qo'llarini chiqarib yuboryapti. Tavil. Iliasov. Uchinchi qaniyga qo'yish kerak. Mana shu tizza zarbalarni qabul qilmasligi uchun qo'yyapti. O'ziga chorlayapti, tortyapti, belni nazoratga o'tishga urinib ko'radi. Yana turg'izyapti, yana tizzada zarba, ikkinchisi. Uchinchisi og'riqli bo'ladi bu zarbalar. Og'riqli bo'ladi, oyoqqa tashlayapti. Sharif qo'yib yubormayapti. 3-nuqta yerda turibdi doimo. Nozim Qalandarov
tinimsiz ko'rsatib beryapti. Bu tomonga o'tdi. Yorlik ishlatyapti Sharif. To'g'ri bo'ldi albatta. Raqibining rejasini o'qigan holda unga qarama-qarshi oldi. Gilyotina. Yo'q, gilyotina. Qo'lni chiqarib olish kerak. 3-nuqta yerda turibdi. Shu sababdan ham davom ettirmaydi. Oyoqni ushlashga harakat qilib ko'rdi. Ilyasov yana bir bor imkon bermayapti. Sharif Qo'shayev imkon bermayapti jangni patrga o'tkazishga. Bel nazorat qilishga o'tmoqchi, oyoqni ushlab oldi va o'tyapti. O'tyapti hozir. Raqibini bel nazorat qilishga va zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda va hali bor. Ikkita zarba yana raqibga yiqishga muvaffaq bo'lmoqda va zarbalar yog'dusi boshlandi Sharif Qo'shayev ijrosida. Qanday bosqich olib boryapti mana shu jarayonga Sharif Qo'shayev. Tirsak zarbasi. Chiqarib olyapti qo'lini va yana zarba. Jaqiga ham yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Aylanib olishga majbur etdi raqibini. Mount. Qarib Mount. Qisman yana ikkita zarba yo'llashga erishmoqda Sharif Qo'shayev. Nazoratni yo'qotmaslikka astoydil urinyapti va yana zarba. Ketma-ket ikkita. Yana tirsak, og'ir zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Qorniga qanday tirsakni zarbasini yo'llashga erishyapti mana shu vaziyatda. Yana zarba. Xametis, vaqt 30 soniya. Bermayapti belga o'tishga. Xametis, yana bir Xametis. Qorniga ikkita zarba, yana bir Xametis to'g'ri orqasidan. To'g'ri zarbalar. Odatda tabiiy mana shuni ko'p chiqim janglarini odatda u